Bahrayn poytaxti Manama shahrida 30-oktyabr kuni yoshlar o'rtasidagi 3-Osiyo o'yinlari yakunlandi. O'zbekiston sportchilari unda muvaffaqiyatli ishtirok etib, umumjamoa hisobida 2-o'rinni egalladi. Osiyo o'yinlarida mutlaq g'oliblikni Xitoy sportchilari qo'lga kiritdi. Ularning hisobida 147 ta medal, ya'ni 63 ta oltin, 49 ta kumush va 35 ta bronza bor. O'zbekiston 81 ta medal, ya'ni 37 ta oltin, 16 ta kumush va 28 ta bronza bilan ikkinchi bo'ldi. Bu o'zbekistonliklarning musobaqa tarixidagi eng yaxshi natijasidir. 2013-yilda Xitoyning Nankin shahrida o'tkazilgan 2-Osiyo o'yinlarida O'zbekiston 1 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza bilan 14-o'rinni, 2009-yilda Singapurda o'tkazilgan 1-Osiyo o'yinlarida 3 ta bronza bilan 20-o'rinni egallagan. Aytish joiz, ushbu musobaqalarda sport turlari va ishtirokchilar soni ancha kam bo'lgan. O'zbekistonliklar 183 nafar sportchi bilan 20 ta sport turida ishtirok etdi. Eng ko'p medalni dzyudochilar keltirdi, 14 ta. Og'ir atletikachilar va sport kurashchilar hisobida 13 tadan medal bor. Shuningdek, bokschilar 10 ta medal bilan umumjamoa muvaffaqiyatiga sanoqli hissa qo'shdi. Medalchilarning 35 nafari ayollar bo'lib, 13 nafari oltin medal sohibi bo'ldi. Og'ir atletikachilardan Munisbek Davletov, Marjona Abdumutalova va Dilnura Xoldorova Osiyo o'yinlarida 2 tadan oltin medalni qo'lga kiritdi. Umumjamoa hisobida 3-o'rinni Qozog'iston 24 ta oltin, 29 ta kumush, 40 ta bronza. 4-o'rinni Eron yoshlari 22 ta oltin, 18 ta kumush, 36 ta bronza bilan egalladi. Qo'shnilardan Tojikiston 18-o'rinda 2 ta oltin, 3 ta kumush, 15 ta bronza. Qirg'iziston 21-o'rinda 1 ta oltin, 9 ta kumush, 11 ta bronza. Turkmaniston 27-o'rinda 1 ta oltin, 1 ta kumush, 4 ta bronza qayd etildi.